Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Sago PUBG. Bugun sizlar bilan chustlar haqida gaplashamiz. Hozir menda ikkita odam chusti bor. Qaysi biri zo'rroqligini tekshiramiz. Hozir bu uni ko'rindiki. Hozir ko'rinadi. Mana uni ko'rindi cho'di. Hozir. Mana uni ko'rindi o'zi ko'da mana bir levelligiga qaramanglar, bu o'zi u boshqa akkauntga qo'yib qo'yganmiz. Bitta joyga tegsa boshqa odam bo'lib qoladi-yu, shu bitta joyga tegib qo'yapti ba'zilar. O'shuni qaytarib qo'yishyapti. O'shuning uchun mana shu odamni kodini yozdik va xo'p qo'ydik, uni ko'rindik. Keyin to'palik kaptiki ham bor. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Poligonga kirib oldik. Kiryapmiz hozir. Men YouTube'da yangi boshladim. Shuning uchun like va obuna esdan chiqmasin. Bu kodlarni keyin aytaman. Qayerdan olishdi bu kodlarni qayerdan olishdi aytaman sizlarga. O'zim aytib chiqaman. O'zim 45 FPS o'ynayman. Bundan ketdik. Hozir uni ko'rinib chustidamiz. Bulishlari sal-pal sekinroq, lekin hammasi yaxshi. Burilish graskopi normal, lekin burilishlari sal pastroq. Hozir buni zarini tekshirib ko'ramiz. Hop. 96 AUK. Hozir mashinaga o'tirib olaylik. Birinchi 4x'dan birinchi 3x'dan qizil nuqtadan boshlaymiz. Demirlar uchun. Yo'q, qizil nuqta. Polimetr zo'r. Polimetr zo'r. Zo'r ekan lekin polimetr. Polimetr zo'r ekan. Tezroq videolarda o'ynaydilar. Bu sizlarga moslash uchun uncha qiyinroq bo'lishi mumkin. Endi AUKda normal. Hop, endi 4x'da. 4x'da AUK. Endi 4x qo'yib olib o'tamiz. Zo'r ekan lekin. Yo'q. Hop. Bu sistemani qo'yadigan bahoim eng balli sistemada normalda minus tomonlari bor. Ekran burilishi sal-pal pastroq ekan, lekin qolganlarga men o'z settingda o'ynayman, lekin sizlar uchun deyapman. Menga normal bu uchun. Normal tushdi. Sizlarga tushishi mumkin. Sizlarga tushmay qolishi ham mumkin. Sizlar tezroq naqalarda o'ynashinglar mumkin, tezroq burilishlarda o'ynashinglar mumkin. Sizlarga tushmay qolishi mumkin. Lekin
Arkadaşlar arvaşı zor tam verdim. Bunu ko'rindi. Normalde bu uçuşga ondan şu 8 versa iyi bo'lardi. Hozir to'palik gap tushishini tekshirib ko'ramiz. Buni ko'ringan to'palik gap edi. Bugungi videomizdagi chustlar to'palik gapki bu. Mana o'zinglar bo'ladi. Yo'qmi? Voy. Hozirchalik yaxshi. Normalni. Voy, mashinani faqat ketgan Zaynab. Ona nimaga? Ko'ramiz. O'zim rahmat aytaman. Shu bilan videomiz tugadi. Xo'p. Rex ideal holatda ekan. Bemalol adashishlar bo'ladi. Endi 3x da 16 da 3x da qo'yib beraman. Yaxshi. Easy ushlasizlar ekan. Xo'p, endi kollimator. Kollimator soatlar menga yoqmadi-yu. Normalmi? Menga yoqdi. Endi 6x. Endi 6x. Bir xilroq bir xil joylari bor. Bu lekin xatolari bir xilda. Bunda vashi tez bo'lib ketgan, narigida vashi sekinroq bo'lib ketgan. Bunga ham 10 dan 8 baho beramiz. Hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan o'ynasak bo'ldi. Keyingi videolarimiz qanday chiqishini kommentariyaga yozib qoldiring va obuna va like esdan chiqmasin. Hammaga xayr.